Arman Maxanov bu imtiyozlarning ichida eng zo'r shkolali bola mana shu bo'ladi. Bu novoy imtiyozda bu. Bunaqa maktab kamdan-kamda bunaqa oyoqda tezlik imtiyozlarda 48 kilogramda sakrab yuribdi. Qaranglar. Bora dedi Bahodir Jalolovni bunda borki, bunda udaridan bu animatsiya qilardi. Mana hozir ko'rdilaring, endi uverim bo'lyapti. Bu asta-asta Bahodirga yetadi-da. Ko'ryapsizlarmi? Endi yetadi. Yo'q, конечно. Nima edi? Bahodirda ham maktab qanday chiroyli edi. Xuddi shunday yengillik. Bu maza qiladi odam. Iskustvo deydi-ku, bu Arman Maxanov deb qo'yibdi buni. Tiyaj, yangi tiyaj. Yoradi hammasini, dangillatadi. Xudo xolasa inshaalloh. Bitta Alloh. Bahodir boya lekin ring yonida siz so'kkanlarni ham eshitdik. Bizga maqtaydi lekin o'zingizga fatvo o'zi bundan nima qildi? Bu yaxshi bola-da. Bu bola professionallarda ancha-munchasini qiynagan, ancha tushgan, oxirida mana kuchli bokschilarni yutgan bola. Juda nimali, silovoy, volevoy bola. Bu nimasidan yutdi? Bu o'zini maktabidan yutdi, o'zimizni maktabdan yutdi-da. Oyoqda bermadi unga hech narsa qilishga. U bilan qo'shilib ana o'zini stilda quchoqlashib urishganda yutqizardik. O'shanga nima demoqchiman? Maktabda, bu maktab, mana o'zbek maktabi. Va bu jangda ochildi demoqchisiz. Ochilish ham gapim, mana shu sochildi bu. Bundan keyingi janglarda endi yanada ko'proq yaxshiroq ishlashga harakat qilamiz. Raqibingiz Bahodir Jalolovga raqiblik qilgan o'z vaqtida Bahodir Jalolov urushgan jangchini yutishda ta'sirot qanaqa bo'lyapti? Ta'siroti zo'r. Bahodir akadan ham o'tib ketaman deyapti. Mana hozir Bahodir akam deyapti, nechinchi bir raundda yiqitgan bo'lsa, ertaroq yiqitaman dedi, bu sal keyinroq yiqitdi. Baribir endi akalaringizni hurmati bor, lekin siz yangi tarix yaratmoqchisiz. Xudo xolasa. Bu Bahodirni jangga tayyorladi-ku. Bayrozi ham o'pib oldi-da. Har kuni sparinglar qilib, mana Bahodir qancha o'stirdi buni, to'g'rimi? Shunaqa. O'zing o'yla, oldingda 8 metr raqib turibdi-yu, mana yerda bir qarshi raqib senga oddiy turib qoladi. To'g'ri. To'g'ri. Demak, Bahodir Jalolovning ham qissasi bor. Ancha, katta qissasi. Mana kecha-kecha tayyorlab berdi. Rahmat.